Hammaga assalomu alaykum. Bir opa yozyapti-da, "Uka yaxshimisiz?" deydi. "Ha, yaxshi rahmat. Sen mana shu hujjatlarimni tekshirib bering. Sizni ham boshingizni ko'p ortib-ortimda, ha deb, ana uni tekshirib bering, mana uni tekshirib bering" deb deydi. Aytdim, "Hech hijolat olmang" dedim. "Menga yozgan har bitta odam bilan har doim yangi odam sifatida gaplashaman. Chunki meni vaqtim yo'q. Ochib, uni tarixini ko'rib chiqib, sen menga o'tgan safar yozgan ekansan, endi men javob bermayman deya olmayman. Hamma Telegramdan ko'rib bering, tekshirib bering deb tashlayotgan shartnomalarni birinchi marta yozayotgan odam singari gaplashaman. Chunki har Telegramimdan chiqib, qaytadan kirganimda 50 ta, 100 ta, 80 ta odam yozgan bo'ladi. Men uni haligina qilib ajrata olmayman. Sen 3 marta tashlabsan, boshqa qilsan deb. Kimda xorijga ishga ketish bilan bog'liq so'rovlar bo'lsa, Telegramim, mana shu ko'rib turgan Telegraminglarga yozaveringlar. Men javob berib aytaveraman. Endi sizga nima foyda? Siz nima bu odamlarga bunaqa qilyapsiz deydigan odamlar ham chiqib qolyapti kommentariyada. Menga hech qanaqa foyda emas. Men ishimdan bo'sh paytlarimda, obed paytida yo boshqa paytlarda shunaqa videolar qilib odamlarga qo'yib tushuntirib boraman. Ishonma, ko'rma, qo'yma, boshqa qilma deb. Endi kimga ishonaylik? Hammaga ishonma deyapti odamlar. O'zbekistonda litsenziya bergan, migratsiya agentligi tomonidan litsenziya olgan tashkilotlar bor, ya'ni xususiy bandlik agentliklari. Shularga ishonsanglar bo'ladi, shular bilan ishlasanglar bo'ladi. Nimaga unga ishonish kerak? U litsenziyani olishdan oldin migratsiya agentligiga qanchadir mablag'da zalog summa qilib qo'ygan. Agar siz ishga ketmay qolsangiz yoki shunga o'xshagan ishlar bo'lib firma yopilib ketib qolsa, migratsiya agentligi shu qo'yilgan zalog summasidan sizni pullaringizni to'lab beradi. Agar ko'chadagi konsaltinglarga ishonib, ularga to'lov qilgan bo'lsa, shunday yopadi, ketdi, bo'ldi. To'lagan pulingiz qoldi, undira olmaysiz. U qiyin masala bo'lib qoladi. Endi o'zingiz odam jo'natasizmi, o'zingiz ham hujjatlarni qilib berasizmi deyapti. Men o'rtoqlar, odam jo'natish bilan, odamlarni bir yerlarga ishga joylash bilan shug'ullanmayman. Men odamlarga o'zini qo'li bilan qanday qilib yozib qilib jo'natib ketish yo'llarini shunaqa videolar orqali tushuntiraman. Ma'qul kelgan bo'lsa, videoga like bosib, do'stlaringizga jo'natib, meni kuzatishda davom eting. Angliya mavsumiy ishlariga yaqinda ochiladi. Ochilganda men o'zim sizlarga qanday qilib qilishni tushuntiraman. Ungacha sabr qilib kuzatib borasizlar. Salomat bo'lasizlar.